Bo'zbozorda, Mirzo-Ulug'bek tumani Bo'zbozorda 1,350,000 dollarlik bitta uchastkamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz yagona bo'lib turgan uyimiz bo'ladi. Ko'rsanglar, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Uyimiz bu yerda bizada yozgi basseynli qilib ketilgan, o'zini vodopadlari, hamma joylari qilib ketilgan. Uyimiz ko'ryapsiz, bu yerda yana bitta zelena zona va o'zini bu yerda avtoturargoh, mashinamiz turadigan joyimiz bo'ladi va bu yerda bizada barbeku zonamiz qilib ketishgan. Mana bu bizani alohida uyimiz podvaldan joylashgan. Bu tomoni bizada filtrlarni qo'yib qo'yishgan. Bu tomonni ko'ryapsiz, bizada birinchi bu alohida sanuzul qismi bo'ladi va uyimizda bu sauna qismlari qo'yib ketsangiz, toshlar ham ishlatib ketilgan, ko'rsanglar, kvas toshlari hammasi chiroyli qilib qo'yishgan. Endi sizlarga hozir asosiy uyimizni ichini ko'rsatishga boshlaymiz. Bu uyimizga kirsanglar, bu yerda bizada alohida ko'ryapsiz, juda ham katta prostranstvo qilib ketilgan. Birinchi qavatiga hozir sizlarga sayohat qilamiz. Bu tomoni bizada kattagina xo'l tashab ketilgan. Bemalol choy ichib bo'lganinglardan keyin bu yerda bemalol o'tiradigan zonasi, o'zini televizorlargacha qilib ketishgan. Uyimizda yuringlarni keyingi xonalarga o'tamiz. Bu yerda bizani ayollar sevadigan oshxona qismi bo'ladi. Mana bu yerda choy ichib o'tiradigan zonasi va o'zini bu yerda oshxonalari qo'yib ketishgan. Texnikalari hammasi Hoffmandan qo'yib ketilgan. Ko'ryapsiz, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Endi keyingi xonalariga o'tib boramiz. Mana bu tomoni bizga ikkinchi qavatga ko'tarilish qismi va podvalga tushadigan qismi bo'ladi. Bu tomoni bizada mehmonxonasi. Uyimiz ko'ryapsiz, bu yerda alohida mehmonxonasi. O'zini uglovoy oynalariga qaratilgan. Mana bu televizorlar chiroyli qilib qo'yishgan. Hozir sizlarga yana bitta xonalariga o'tib boramiz. Bundoq chiqqaninglarda bizada eng chiroyli xonalardan biri bu gostiyoy sanuzul qismi bo'ladi. Ko'rsanglar, gostiyoy sanuzul qismlari ham mana bu ham o'zi sensorda datchikda ochib beradi. Ko'rsanglar, juda ham qimmatbaho sanuzul qismlari qo'yib ketilgan. Yuringlar, bu birinchi qavatda, bu ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. O'zini ko'rsanglar, o'zini bu yerda televizor, hamma narsa qilib ketilgan. Bu yerda bo'yanish uchun har xil oynalar qaratib ketilgan va bu yerda shkaflar qoldirib ketilgan. Mana bu joyini e'tibor bering endi. Ko'ryapsizmi? O'zini sanuzul qismlari. Endi sizlarga ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Bu uyimizning ikkinchi qavatga ko'tarilish qismi bo'ladi. Ikkinchi qavatga shuni ko'targaninglarda bizada bitta chap tomonimizda bizada детский спальнямыз bo'ladi. Ko'ryapsiz? Bu yerda ayol farzandli uchun детский спальняsi. Mana bu gilamlariga e'tibor bersangiz, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, ko'ryapsiz? Vashim приятный qilib qo'yishgan va sizlarga keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu tepasida bizada общий 4 ta spalnyamiz bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va bu yerda 4-chi spalnyamiz. Bu yerda endi 2 yoshli farzandinglar bo'lsa, bu xonani bersanglar bo'ladi. Kichkina farzandinglar bo'lsa, shu yerga joylashtirsanglar bo'ladi, ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bu uyimizning ikkinchi qavat uchun общий sanuzul qismi ko'ryapsiz, juda ham chiroyli. Mana bu sensorning datchiklari o'zimda ochib, bu yerda ham shunaqa sensorning datchiklar qo'yilib ketilgan. Endi keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Mana bu tomoniga e'tibor berasizmi? Juda ham gulla qo'yib qo'ysanglar, juda ham chiroyli bo'lib turadi. Uyimizda yana bitta bu yerda yana bitta xona qoldirilgan. Bu yerda endi katta farzandinglar yoki bitta o'g'il farzandinglar uchun joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham o'zini bu yerda sanuzul qismi qoldirib ketilgan. O'zligini uchun dushovый kabinka, hamma narsa qilib ketishgan. Bu tomoni endi yana bitta aytganimdek bu yerda chiqadigan zonasi va bu tomoni bizada ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. O'zini bu yerda alohida mana bunaqa ajratuvchi joyimiz bor. Ajratuvchi joyimiz bu yerda mebellar bu yerda qo'yib qo'yishgan. Bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi kiyimlarni, ko'rsanglar. Va bu tomonimiz bizani o'zini spalnyamiz bo'ladi, yotoqxonasi. Televizorni qo'yib ketishgan hamma joyiga. Va bu tomoni yana bitta garderobxona qo'yib ketishgan. Ko'rsanglar, juda ham chiroyli. Va bu tomoni bizada sanuzulimiz bo'ladi, ko'ryapsiz? Endi sizlarga podvalga tushib tushuntiraman. Biz podvalga tushganimizda bizda o'ng tomonimizda bizda ko'ryapsiz, namozxonasi hisoblanadi. Namozxonalari o'zini. Bu tomoni bizada ikkita garderobxonasi qilib ketilgan. Ko'rsangiz, bu yerda alohida bitta garderobxona qilib qo'yishgan, ko'ryapsiz? Va bu tomoni yana bitta bizada garderobxonasi hisoblanadi. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu tomoniga endi e'tibor bersanglar, bu yerda alohida kinoteatrning zonasi hisoblanadi. Kinoteatrning zonasi o'zini va bu tomoni bitta sushilni xona qilib qo'yishgan. Uyimiz podvalni ko'ryapsiz, juda ham chiroyli. U yerda ham yana bitta xona qilib qo'yishgan. Mana bu tomonlariga e'tibor bersangiz, uyimiz tegi shunday kattagina xo'l hisoblanadi. Uyimiz narxi 1,350,000 dollar deb aytilyapti. Bundan ham qiziq uylar, xudo xolasa, sekin-sekinlik bilan ko'ramiz. Bu uyga xarid qilmoqchi bo'lsanglar, past telefon nomerini qoldirgan, aloqaga chiqinglar.